Xo'p, bugun biz chiqdik Yandex.Yidaga slot olganmiz. Soat 8 dan ertalab 8 dan 2 gacha. Soatimiz hozir bittagam 8. Bizlar уже liniyadamiz mana. Poisk заказа. Xo'p, imamni termosumka olganmiz. Yangi. Qani umuman Yidada ishlamaganman, вообще bilmayman. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi, qancha pul topsa bo'ladi. Qiyin, oson, qanaqa nyuanslar bor bilmayman. Bugun o'shani xudo xolasa birgalikda ko'ramiz. Вообще Yidada ishlash, Yandex.Yidada ishlash stoит, не stoит. Soatimiz ровно mana 8 bo'ldi. Ko'ramiz, nechta zakaz qilamiz. 6 soatga olganman. 8 dan 2 gacha ishlaymiz, hamma zakazni qilamiz. Xo'p, bu yerda yozilgan, что soatiga 150 rubl to'laydi. И zakazga 0%. Chunki ertalab 8 dan 2 gacha bo'lganligi uchun. To'g'risi, bir soatda как minimum 3 tala zakaz qilaman deb o'yladim. Так как zona kichkina, radius примерно 2 kilometr. 1 soat deganda bitta zakaz tushdi. No, это уже не знаю, через чур. Menimcha hozir agar Yandex Pro'da bo'lganimda 1 soatda как minimum, xo'p, даже как maksimum 500 rubl ishlagan bo'lardim. Nechimo? Ko'ramiz. Hali bizlar endi boshladik ishni. Ko'ramiz qani 6 soatda qancha ishlaymiz. Вообще stoitmi mashinada ishlash, не stoitmi? Hammasini ko'ramiz, aytamiz. Xo'p, ishlaydigan shaharimiz, если что, Zelenograd. Moskvadan uncha uzoq emas. Hozir boradigan joyimiz bu yangi zdaniya, даже Vkusvileda ochilganligini bilganim yo'q edi. Adresga ham kelib qoldik. Mana bu yerda yangi poliklinika ochilgan. Xo'p. Bugun pogoda немножко пасмурно. Mana bu yerda Azon ochilibdi. В общем, mana bu zdaniya yangi ochildi yaqinda. Так, endi Vkusvil izlaymiz. Vkusvil ana oxirida ekan. Xo'p. На месте. Zakaz olamiz. Xo'p, zakazni borib so'rasam, hali tayyor emas ekan. Mana yozilgan ekan, собирается deb. Qitay ahamiyat bermayapmiz. Kutamiz. Tak, bizda 6 ta pozitsiya ekan, narxi 2060 rubllik zakaz. Kutamiz. Kutishdan boshqa variantimiz yo'q. Mana bu yerda ekan. Такое трехэтажное здание. Aytgancha обязательно vizitkamizdan olamiz, chunki yurgan yo'limda to'g'risi vizitka tarqatib ketaman. Чтобы Jigit Cargo taksoparkiga ulanish uchun bu реально bu nima desam ekan, taksopark maqtovga loyiq. Agar siz ham ishlaydigan bo'lsangiz, ulanib ko'ring. O'zingiz amin bo'lasiz. Что реально taksopark. Условиялari yaxshiligi, texpodдержка, в общем, hamma tomondan shopirlanib podдержка qilamiz. Jigit Cargo taksopark.
Ровно 15 minut o'tdi, даже 16 minut o'tdi. Заказ. О, все. А нет, вот собирается deyapti zakaz haliyam. Haliyam zakazimiz tayyor emas. Kutamiz. Долго, judayam долго, уже o'tirib charchab ketdik. Ладно, это же эксперимент. Xo'p, наконец-то oldik mana paketlari. 5 kilometr 11 minutda borib ekanmiz. Tak, hop. Ketdi unda. Tak, soqqasi ko'rsarkanmi bu? Soqqasi qani? Soqqa. Blin, soqqasini ko'rsatmayganda bu. Hay, soqqa bilan nima ishimiz bor, to'g'rimi? Ладно, ketdik. Bismillah. Yaxshi ham bu territoriyalarni juda yaxshi bilaman. Shaharni вообще в целом juda ham yaxshi bilaman. Mana bu adresga juda ham ko'p ошибочно точка boshqa joyga qo'yilib qoladi. Masalan, mana hozir точкamiz mana bu yerda turibdi, lekin bizga na самом деле mana bu uy kerak. O'shaning uchun birdan shega olib kelaverdim, hozir ko'ramiz qani. Завишь bo'lmasa через техподдержка завишь qilamiz. Xo'p, второй подъезд ekan bizda. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Так, второй подъезд. Скорее всего, секция 2. Да, вот он. Mashinani birinchi joyga qo'yamiz. Так, qani ko'raylikchi, na местani bossa bo'ladimi? Конечно же, на место bosildi. Это уже радует. Так, 14 этаж ekan. Он тут. Zakazimiz mana yengilgina, bilmayman nima balkim qanaqadir. Скорее всего, выпечкаga o'xshayapti. Булочкаdir balkim qanaqadir. Ну, не важно bizga. Bizning ishimiz главное, чтобы oborish. Hali ham pulini ko'rsatgani. Так. 372 kvartira. Вот. Так. Xo'p, наконец-то mana birinchi zakazimizni zavish qilamiz. Qani? Hali до конца o'zim ham tushunganim yo'q. Так. Подтверждаю. И все. Xo'p, yana mana 4 soatlik slotimiz qolgan. 4 soat ishlab berishimiz kerak. Qani buni soqqasini qanday ko'rsa bo'ladi? Пока непонятно. Ладно. Ishlaymiz дальше. Va ikkinchi zakazimiz ham keldi. Mana nimadir yozilgan. Tak. Xo'p, olamiz. 2 kilometr ekan подача. Прямо 1 километр 500 метров. Ух ты, rasmlari bilan turibdi. Restoran, крошка, kartoshka, bega sumkani olish kerak lekin обязательно. Olmasak жалобачani shunday yozaveradi. Ладно. Ketdik. Zakazimizni ham oldik. Mana paketcha, короче, 5 sumka chiqdim. Торговый центrdamiz.
2 kilometrga boramiz shuni. Xo'p, adresga ham keldik mana. Kuku. Ну-ка. Zakazimizni berib chiqdik va 3-chi zakazimizni kutyapmiz. Ish vaqtimiz 3,5 soat qoldi. 6 soatga oluvdik. Slotda, demak 2,5 soat o'tdi. 2,5 soat ichida bor yo'g'i 2 ta zakaz qildik. Qancha soqqa ishlaganimni o'zim ham tushunmayapman. Sootветственно, sizlarga ham ayta olmayman, chunki bu yerda yo'q ekan bunaqa funksiyasi. Yandex Prodan bu ozroqgina farqi bor ekan. Balkim o'sha 6 soatlik smenamiz tugagandan keyin ko'rsatsa kerak, что bugun shuncha mana ishlading deb. Пока что yo'q. Kutamiz 3-chi zakazni. И раз yana очередной заказ. Заказ ко времени. Блин. Xo'p, olamiz buni. Bismillah. Qani. Заказ готов. Можно забирать. Ого. Bu lentadan tushundim. Так, и oborarkanmiz. Andreevkaga. Нормально. Oldik, короче, buni. Ketdik. Xo'p, Yandex Yedadan men bitta narsani sezdim. Bunda как Yandex Proga o'xshab haligi yo'q ekan. Платное ожидание yo'q ekan mana. Buni hozir sezib qolibman. Mana qaranglar, shu qanaqa ожидание ketgani yo'q. Hozir biz 3-chi posilkamizni berib chiqdik mana. Yo'q hech narsa. Короче, tushunmayapman пока что. Так. Есть. Что-то soqqa ko'rsatmayapti вообще. Bu yerda bilaman 100% sumka so'raydi. Olamiz, sumkamiz bor. Bu pizza. Так, 3 километр. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Xo'p, oboramiz Andreevkaga. Короче, mana bu domga olib kelarkanmiz. 17-dom shu. Mana 17-dom. Вот. Ana shu yerga hozir обратно olib kelamiz. Demak 3 kilometr to'da, 3 kilometr обратно, 6 kilometr yurar ekanmiz. Поехали. Так, Юлия aka bizga zakaz qildi yana. Multi zakaz. Короче, bitta adresdan 2 ta zakaz olamizda, 2 ta adresga borarkanmiz. Bu degani, скорее всего, soqqa qo'shiladi degani. Главное, не путать. Adashib ketmasligimiz kerak zakazda. Agar hisobdan adashmasam, 6-chi zakazimizda ham zavershit qilamiz. Bu bizning 6-chi zakazimiz. Ish vaqtimiz 2 soat 13 minut qolyapti. Так, почти 4 soatda 6 ta zakaz qilibmiz. Ishlaymiz bez pauza. 30 minut pauza olsak bo'lar ekan, lekin biz olmaymiz.
короче. Работаем, ребята, дальше. Mana bu Mishka yotibdi. Xafa hayotdan. Mishka nimagadir hayotdan xafa. Так, и 7-chi zakazimiz prям turgan joyimizdan berdi. Hop. Hop, oborarkanmiz. Agrarная улица. Bu 3 kilometrga boramiz, chiqsa 3 kilometr chiqadi. Eshityapsizlar, kimdir baqiryapti. Tak. Hop, ketdik. Hop, hisobda ham adashib ketdim. Menimcha bu 8-chi zakazimiz. Berdik. Va eng qizig'i 500 rubl chay berdi. Chayvoy 500 rubl. Dahshat. 621 rubllik zakaz olib kelgandim KFC'dan. Mujik, молодец. 500 rubl to'xtang deb tagim berdi. Anchadan beri bunaqa chayvoy olganim yo'q edi. Oh. Tak. 9-chi zakazimiz. Telemok. Olamiz. Заказ готов. Можно забирать. Uх, 4 kilometrdan borib olishimiz kerak ekan. Xo'p, soatimiz ровно 2. Biz 9 ta zakaz qildik. 10-chi zakazimiz borsam, zakaz yo'q ekan просто-naprosto. Xo'p, наконец-то menga ko'rsatdi qancha pul ishlaganimda. Mana 9 ta zakaz 8 dan 2 gacha ishladik, ya'ni 6 soat. 8 dan 2 gacha 1758 rubl ishlabmiz. 9 ta zakaz qilib. Menimcha 6 soatga 1750 rubl kam, to'g'risi kam. Вывод 1 deydi-ku. Yandex Pro namnoga yaxshi Yandex.Edadan ko'ra 6 soat ichida men bitta грузовой zakaz qilib, mana shundan ko'p pul ishlashim mumkin edi. Так что bu чистый eksperiment bo'ldi. Kilometrda, afsuski kilometrda o'lchamadim. Ну, yurgan bo'lsak коротко где-то 40-50 kilometr yurib qo'ydik adashmasam. 50 dan в общем ko'p emas-da. Xo'p. Agar siz Yandex Pro, Yandex dostavkaga ulanmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qiling. YouTube'danman deb yozsangiz, 10 kun, absolutno 10 kun taksopark komissiyasini olmayman. Bez komissiya taksoparki 10 kun ishlaysiz. Chigit Cargo taksoparkimiz. Aloqaga chiqinglar. Описаниеda ham nomerni qoldiraman va ekranda ham ko'rib turibsan. O'shanga WhatsAppga tortinmasdan, uyalmasdan bemalol yozavering. Yaxshi kunda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugun shunaqa eksperimentalniy video oldik. Charchamang. No Yandex Pro yaxshiroq Yandex.Edadan ko'ra ancha qiziqroq.